Sharqiy Turkiston 21-asrdagi kuzatish tajribaxonasiga aylandi. Xitoy Sharqiy Turkistonda zo'r ko'lamdagi ilg'or nazorat qilish uskunalarini qo'llanib, Sharqiy Turkistonni kuzatish tajribaxonasiga aylantirgan. Xabarda har qanday bir kishi mashina haydab yoki ommaviy qatnashga o'ltirib, qo'shni kanit va nahiyalarga bormoqchi bo'lsa, Xitoy ta'sis qilgan tekshirish punktiga berib tekshirtishi kerak ekanligi. Qurolliq soqchi u kishida Facebook yoki Twitter qatorliq Xitoy ishlatishni cheklagan aloqa uchur vositalarining bor yoki yo'qligini tekshirdiganligi. Har bir odam chet eldagi tuqqanlardan telefon kelib qolsa, bir qancha soatdan keyin Xitoy soqchilari kelib ishkimni qaqami degandek tashvishlar bilan yashayotganligi oshkorlangan. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda halol atalg'usining doirasini taraytishga urinmoqda. Xitoy tajovuzchilari tashkillagan diniy ishlar idorasi bu yil chiqargan musulmoncha yemekliklarni boshqarish chorasi nomli hujjatida musulmoncha yemeklik belgisini go'sht, sut yoki hayvon yig'ida pishirilgan yemekliklardan boshqa mahsulotlarga ishiltish cheklanib, buningga xiloflik qilguvchilarga jarimani qo'yilganligi ogohlantirilgan. Xitoy diniy zotlarni dindan voz kechishga majburlamoqda. Xitoy diniy zotlarni turmaga qamash, tarbiyalash o'rinlarida mini yuyish tadbirlari orqali dinidan voz kechishga majburlagan. Xabarda diniy zotlarni qaytadan tarbiyalashga tashkillab, diniy zotlarga bo'lgan cheklimini qattiq chingitayotganligini, Sharqiy Turkistondagi vaziyatning barg'ansiri jiddiylashayotganligini, Xitoyning asabiyligi zarba berish nomi bilan bexatarlik tadbirlarini qattiq kuchaytganligini, ilgari Xitoyning siyosatiga bir qadar moslashib kelayotgan diniy zotlarmi navbatda Xitoyning bostirishidan qutula olmaganligini oshkorlagan. Raqqani qutuldirish harakati fuqarolarni ig'ir talofatga uchratdi. Xabarda Raqqa quruqlik harakati jarayonida kam deganda 1873 fuqaroning hayotidan ayrilganligi, 450 mingdan ortiq fuqaroning uy makonlaridan ayrilib qolganligi bildirildi. Xabarda yana Raqqada 90 dan ortiq odam bomba hujumining yuz berganligi, 8 doktorxona, 29 masjid, 40 maktab, 5 universitet binosi va 4 ko'rikning vayronchilikka uchirganligi, shaharning 90%ning yer bilan yakson qilib etilganligi, Raqqaning PKK, PYD terrorlik tashkilotining qo'liga o'tganligiga doir uchurlar berilgan. Amerika Islom munosabatlari kengashi Trumpga qarshi namoyish o'tkazdi. Amerikadagi oldingi qatorda turadigan va musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dash maqsadida faoliyat olib boradigan Amerika Islom munosabatlari kengashi tarafidan o'tkazilgan namoyishga Amerikaning har qaysi shtatlaridan kelgan yuzlarcha kishi qatnashgan bo'lib, namoyishchilar musulmonlarga xos cheklamalarga qarshi turayli degan shuarni to'lab o'xshamagan millatlarga mansub Amerika fuqarolaridan bo'lgan namoyishchilar Trumpning sayohat cheklamasining musulmonlarni nishon qiladiganligiga norozilik bildirishdi. Xitoy BBCning to'r betini cheklash tizimligiga kirgizdi. BBC o'tgan hafta chorshanba kuni Hong Kongda Xitoy soqchilarining bir namoyishchini urib, dastlab qiynayotgan ko'rinishini e'lon qilgandan keyin Xitoy BBCning to'r betiga cheklama qo'ydi. Xalqning bu ko'rinishlarni ko'rishini xohlamagan Xitoy hukumatı darhol BBCning to'r betini cheklangan to'r betlar tizimligiga kirgizdi.